Yevrounion onkoklinikamiz Germaniya bilan birgalikda hamkorlikda ish olib boradi. Endilikda siz saraton kasalligini davolashda yuqori malakali mutaxassislarga agar murojaat qilmoqchi bo'lsangiz, ushbu Yevrounion onkoklinikasiga kelishingiz kerak va barcha tekshiruvlardan o'tib, shu yerda ambulator yoki statsionar tarzda davolanishingiz kerak bo'ladi. Onkologik kasalliklarni davolashda bilasiz, dorilari juda ham qimmat turadi, ayniqsa immunoterapiya va target terapiya dorilari. Bir kurs immunoterapiya kursini olish $2500 turadi. Target terapiya kursini olish esa $1800 turadi. Yevropa davlatlarida buning narxi 5-6 barobar qimmat bo'ladi. Indiyada, ya'ni Hindistonda esa buning narxi 1-2 barobar qimmat bo'ladi. Bizdagi qulayliklar va yaxshi mutaxassislar asosida davolanishni istasangiz, bu yerda ham narx arzon, ham qulay sharoit va ishonchli dorilardan foydalaniladi. Bemorlarni shaxsan o'zim Bekzod Botirush, onkolog, target terapevt, immunoterapeut qabul qilaman. Dushanbadan juma kunigacha ertaman soat 9 dan kechki soat 16:00 gacha qabul qilinadi. Bemorlarimiz faqatgina O'zbekiston Respublikasidan emas, Osiyo va Markaziy Osiyo davlatlaridan kelishmoqda. Bizdagi eng qulay sharoit va tekshiruvlar bilan birgalikda narxlarimiz ham bemorlarga juda yoqmoqda. Sababiki boshqa bir klinikada yoki bo'lmasa boshqa bir davlatga boradigan bo'lsangiz, qo'shimcha 20-25% xorijdan kelgan bemorlardan qo'shimcha haq olinadi. Bu yerda esa unday emas. O'zbekiston fuqarosi uchun ham, boshqa davlatdan kelgan fuqarolar uchun ham bir xil narxda kapelnitsalar ulanadi yoki bo'lmasa muolajalar, shuningdek operatsiya, statsionar holatlarda davolash barchasi O'zbekiston fuqarosiga qilingan narxlarda bo'lib o'tadi. Asosiy bemorlarimiz Qirg'iziston, Qozog'iston, Turkmaniston, Tojikiston davlatlaridan kelishadi. Endilikda esa yurtboshimiz tashabbuslari bilan Afg'oniston davlati bilan ham qo'shnichilik aloqalarimiz rivojlanib bormoqda. Afg'onistondan ham bemorlarimiz kelishni boshladi. Saraton akademiyasida ham tabiiy, ham tibbiyot usulida saraton kasalliklari, qandli diabet, jigar sirrozi, gepatit kasalliklari va davosi topilishi qiyin bo'layotgan og'ir kasalliklar ham davolanmoqda. Saraton akademiyasi Yevrounion onkoklinikasi qoshida hozirda O'zbekiston Respublikasi Namangan viloyatida onkologiskiya sanatoriya tashkil etildi. Bu yerda siz kun davomida 8-10 mahal saratonga qarshi damlamalar, tabobat mahsulotlari, shuning bilan birgalikda kun davomida 5 mahal dorivor sho'rvalardan iste'mol qilib, saraton kasalligida immunitetni oshirish hisobiga yaxshi natijalarga erishishingiz mumkin. Agar siz onkologiya sanatoriyasida davolanishni istaydigan bo'lsangiz, Yevrounion onkoklinikasiga kelib, bu yerdan направление olishingiz kerak. Bu yerda sizni to'liq tahlildan o'tkazib, immunoterapiya yoki bo'lmasam target terapiya kapelnitsalarini qabul qilganingizdan so'ng oraliq masofa 21 kun yoki bo'lmasam 14 kun bo'lganligi uchun onkologiya sanatoriyasiga borib, shu oraliqda qo'shimcha immunoterapevtik lecheniyalarni qabul qilishingiz mumkin. Saraton kasalligini 1, 2 va 3, 4 bosqichlarda ham davolash mumkinmi? Da, albatta mumkin. Saraton kasalligini davolash uchun birinchi navbatda kasallikning genetikasi, immunohistoximiyasini tekshirishimiz kerak va qaysi dori saraton kasalligini davolashi to'g'risida biz to'liq muhokamadan o'tkazib, yechimini topamiz va shuning bilan birgalikda target terapiya yoki immunoterapiya asosida kasallikni davolash mumkin. Avvalgidek faqatgina ximioterapiya, operatsiya yoki bo'lmasa lutchovoy terapiya orqali davolash avvalgi zamonlarda qolishni boshlamoqda. Endilikda Yevropa davlatlarida yevropeyskiy yangi dorilar chiqmoqda. Saraton kasalligini ximiyasiz ham davolash yo'lga qo'yilmoqda. Aynan shu usul hozirda Yevrounion onkoklinikasida Toshkent shahrida yo'lga qo'yilgan. Ushbu kasallikni davolashda biz avval to'liq muhokamadan o'tkazib, genetikasini, qon tahlillarini, biopsiyasini yoki bo'lmasam MRT, MSKT, PET tekshiruvlaridan hammasidan o'tkazib, aniq diagnoz qo'yamiz. Bunga aytaylik 1 hafta ketar, 10 kun ketar yoki bo'lmasam ba'zi bemorlarda 2-3 kunda ham to'liq aniqlash
yo'lga qo'yilmoqda. Barcha genetik tekshiruvlar Turkiya davlatida tekshirtirib olib kelinadi va to'liq diagnoz qo'yilgandan so'ng saratonni hattoki 4-bosqichda ham davolash mumkinligini isbotlamoqda. Mana avvalgi videolarimizda Doktor Behzod TV YouTube kanalida ko'rib borayotgan bo'lsangiz, saraton kasalligini 4-bosqichdan sog'aygan 30 dan ortiq bemor intervyu bergan, lekin sog'ayganlar soni 1000 dan ortiq. Har bir bemor o'zicha video bermaydi. Nega? Chunki uning yaqin qarindoshi, qo'shnisi, yaqinlari bilishini xohlamaydi. Shuning uchun hammasi ham intervyu beravermaydi. Aniq to'liq ma'lumotga ega bo'lishni istasangiz, Saraton akademiyasi Euro Union Onko klinikasiga kelishingiz kerak va barcha tekshiruvlardan o'tib, aniq diagnoz qo'yib, saraton kasalligidan xolis bo'lishingiz mumkin. Endilikda Hindistonga, Yevropa davlatlariga yoki bo'lmasam Rossiya davlatiga borishni keragi yo'q. Barcha zaruriy tekshiruvlar Toshkent shahrida bor. Barcha zaruriy malakaga ega shifokor ham, barcha litseylar ham, barcha tekshiruv apparatlari ham endi Toshkent shahrida mavjud. Euro Union Onko klinikasiga kelib, barcha tekshiruvlardan o'tib, shu yerda saratonning barcha bosqichlarida to'liq davolanish yoki bo'lmasam saraton kasallik o'sish protsessini to'xtatish imkoniyatiga ega holatda sizga yordam beramiz. Saraton kasalligidan qutulish uchun birinchi navbatda o'zingizda kuchli iroda bo'lishi kerak. Shu bilan birgalikda individual tarzda vrach nazoratda bo'lishingiz talab etiladi. Endilikda siz 30 ming, 40 ming dollar sarf qilib Yevropa davlatlariga, Hindistonga yoki deylik Rossiyaga borib davolanishga zarurat bo'lmaydi. Toshkent shahrida endi barcha dori-darmonlari shu yerga keltirilmoqda. Shu bilan birgalikda germaniyalik professorlar bilan hamkorlikda biz ishlaymiz. Barcha kasallik xulosalaringiz Germaniyaga yuboriladi. Euro Union Onko klinikasi Germaniyadan Berlin shahrida joylashgan onkologiya Berlin klinikasi bilan hamkorlikda ish faoliyatini olib boradi.